Assalomu alaykum, mana uzoqdagi yaqinlarim, uzoq yurtda yurgan jigargo'shalarim. Sog'misiz, salomatmisiz? Musofirda o'z rizqini terib, bola chaqam, ro'zg'orim deb yilib yurgan jigargo'shalarim. Ilohim, Allohning his-bu himoyasida bo'lib, ilohim. Mana yaqin kunlardan so'ng muqaddas oyimiz bo'lgan Ramazon oyi kirib keladi. Fayzli saharliklar, barakali iftorliklar, tarobeh namozlari, zakoti ehson oyi yaqinlashyapti. Mana shu muqaddas oyga yetishtirgan Allohimga behisob hamdu sanolar bo'lsin. Amin. Vujudimiz poklanib, umrimizga, tanu jonimizga sihatlik, ro'zg'orimizga baraka tilab, ro'za tutmoqlik har birimizga nasibu ro'za aylasin deymiz ilohim. Tutadigan ro'zalarimiz, qiladigan toat ibodatlarimiz Alloh huzuriga borib yetsin inshaalloh. Saharlikda turamiz. Bu kunlarga kim yetdi, kim yetmadi? Qancha inson ketdi, qancha ketmadi? Yetganlar shukr aytdi yoki aytmadi? Beadad shukurlar takror aytamiz. Inshaalloh saharlikka turamiz. Bir kun ro'za tutsam degan behisob, sajdaga bosh qo'ysam degan behisob, bitta harf tanisam degan behisob, bizda bor shu imkon, shukr qilamiz, inshaalloh saharlikka turamiz. Fayzu dasturxonda bo'lib jamuljam, qiblagohim otam, jannatim onam, atrofimda juftim, bolam, oilam, yaratganga tinmay hamdlar aytamiz, inshaalloh saharlikka turamiz. Rizqimizga yarasha berganin yeymiz. Qaymoq, non, yong'oq yoki bir mayiz. Ro'zador deb suysin va qilsin aziz. Nima nasib qilsa shuni ko'ramiz. Inshaalloh saharlikka turamiz. Shart emas har kuni yeyish kabob, osh. Niyat qilsak o'zi berar sabr va bardosh. 5 farzdan birini bajarib dindosh. Tanimiz, ruhimiz poklab yuramiz. Inshaalloh saharlikka turamiz. Nafaqat nafsni saqlaymiz tilni. Ramazon poklasin vujudni, dilni. Hasaddan, g'iybatdan saqlab ko'ngilni. Xayrli, savobli ishlar qilamiz. Inshaalloh saharlikka turamiz. Rahmat oyidir bu mohi Ramazon. Mag'firat oyidir mohi Ramazon. Farishtalar mehmon, kishanda shayton. Rahmondan rahim, shafqat so'raymiz. Inshaalloh saharlikka turamiz. Uyqu bu g'aflatdir, uxlab qolmaylik. Nafsimizga mag'lub bo'lib qolmaylik. Baraka, nur, savob, quruqdan quruq qolmaylik. Oylarning sultoni alqab yuramiz. Alloh inshaalloh saharlikka turamiz. Seni kutar barcha ahli musulmon. Senda nozil bo'lgan muqaddas Qur'on. Jannatda biz uchun ochilsin rayon. Nasib qilsa bu eshikdan kiramiz. Inshaalloh saharlikka turamiz. Ramazon sendirsan aziz mehmonim. Do'zaxdan najotim, tog'im, qalqonim. Do'zaxdan najotim, tog'im, qalqonim. Qalbimning gavhari, mohi tabonim. Masturaxon kutar, birga kutamiz. Inshaalloh saharlikka turamiz. Muqaddas ro'zai Ramazon oyi arafasida
Masturaxon hoji onamizning bu yozgan she'rlari har birimizning ko'nglimizda jannatning ufurib turgan muqaddas ro'za kunlari oldidan har birimiz ko'nglimizdan joy oldi inshaalloh. Mastura ayajon, ilohim tan joni sog' salomat bo'lsin. Ilohim farzandu nabiralar atrofida yayrab o'tirishlik har doim ham nasibi ro'zi aylasin. Ramazon oyi muborak bo'lsin deb qolaman. Azizlarim, yana bir bor poklanish va hidoyat oyiga yetkazgan Allohimga hamdu sanolar bo'lsin. Amin. E'tiboringiz uchun tashakkur azizlarim.